yozmasa 83-chi. Xo'p, demak, endi keyingi darslarimizda qaytarib bunaqa tushuntirmayman, prosta ishlatib ketaman. Xo'p, keyin eshiting. Eshiting va bog'lanadigan gapni toping. Ya'ni erkak bilan ayol suhbatlashadi, misol uchun namza nimadir deydi, misol nimadir deydi. Keyin yoja nimadir deydi, yoja nimadir deydi. Buni aytadi suhbatda va siz mana bu yerda keyin namzani gapini topishingiz kerak. Namzani gapini topishingiz kerak. Mana misol uchun kecha mana o'zbekchada kecha nima qilding deb so'raydi erkak. Nima qilding desa, keyin ayol aytadi. Kecha uyda dam oldim. Keyin savol beradi. Senchi deydi. Senchi deydi. Endi mana shu ikkala gapni o'qiydi. Mana bu yerda siz endi kecha nima qilganingizni aytishingiz kerak. Tushundingizmi? Mana shu ayolning ikkinchi gapi muhim ahamiyatga ega, chunki mana shundan keyin bog'lanadigan gap topishingiz kerak bo'ladi. Senchi degandan keyin endi mana shu yerda mana bu variantlarni o'qib olasiz va o'shani topishingiz kerak bo'ladi. Bu strukturasi mana erkak ayol yoki ayol boshlaydi, erkak keyin ayolning gapini topishingiz kerak. Bu o'zgarib turadi. Mana shu tushunarli bo'ldi degan umidlarda o'qiyman. Qarang. Hozir nimaga erkak deb tanladik? Yozilmagan shekilli. Yo'q, men aytyapman-ku, bitta erkak bilan ayol suhbatlashadi. Yo birinchi gapni erkak boshlaydi, yo ayol boshlaydi. Uchinchida yo ayolni yo erkakning gapini tanlashingiz, topishingiz kerak. Siz nima deyish kerakligini. Misol uchun kecha nima qilding deb savol beradi hozir erkak ayolga. Kecha uyda dam oldim. Senchi desa, siz nima deyishingiz kerak kemaytga? O'sha gap yo'q, aytmaydi. Siz topishingiz kerak. Misol uchun siz nima deysiz keyin? Misol uchun men futbol o'ynadim deysiz, to'g'rimi? Javobingiz shunaqa bo'ladi, ha? Mana shu kecha nima qildingiz degan savolga futbol o'ynadim desangiz to'g'ri bo'ladi. Endi siz kecha demasdan men futbol o'ynagani ketyapman, Koreyaga bormoqchiman degan gaplarni qo'ysangiz bu xato bo'ladi. Misol uchun endi qarang. Misol tariqasida eshitamiz misol uchun. Oje ta ilgosso kecha hammasini o'qidim deyapti. Chonsoni ilgo tolyocho. Demak, sekin-sekin o'qib qaytarib ber deyapti. Chegil ilgil shigani obsossoyo. Kitobni o'qiydigan vaqtim yo'q edi. Seminning chekchon chuchon hecho. Demak, qiziqarli kitobni tavsiya qil menga deyapti. Chuchonada degani yozib olsanglar bo'ladi, zo'r so'z. Tavsiya qilmoq. Tavsiya qilmoq, ha? Tavsiya qilmoq. Mana shu so'zni aytyapti. Endi eshitamiz qani. 다음을 듣고 이어질 수 있는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 한 번 읽겠습니다. 4번. 민수야, 내가 빌려준 책 읽고 있어? 재미있지? 응, 재미있어. 근데 언제까지 돌려주면 돼? Ana endi bunda sal boshqacharoq ketyapti. Birinchi yoja aytdi, mana men yozib beraman ozgina. Yoja aytdiki, o'zbekchasini yozamiz. Men bergan kitobni o'qiyapsanmi dedi. Men bergan kitobni o'qiyapsanmi dedi. Tashab ketyapti, hali qiziqarlimi deganini. O'qiyapsanmi dedi. Qani. Keyin erkak aytdi, namza aytyapti. Ha, o'qiyapman. O'qiyapman.
qiziqarli deb turib, qachon qaytarib beray deyapti. Qachon qaytarib beray deyapti. Nima deysiz siz? Qachon qaytarib beray deyapti erkak. Siz endi yojani gapini toping mana shu yerda. Yoja nima deydi taxminan? Kecha hammasini o'qidim deydimi? Yoki chonchoni ilko to'lyocho. Demak, sekin-sekin o'qib qaytarib ber yoki kitobni o'qigani vaqtim yo'q edi. Qiziqarli kitob tavsiya qil. Qaysini aytadi mana? Tarjima qilgan bo'lsangiz, xato qilmasligingiz kerak, xato qilmabsiz. Demak, sekin-sekin o'qib qaytarib beraver deysiz, to'g'rimi? Menimcha endi hamma tushundi. Tushundinglarmi, qanday topish kerak? Eshitamiz, keyin bog'lanadigan gap topib ketaveramiz. Qiyin emas. Ketdi. Creo hamon poyaga so'yo. Shunaqami? Bir marta ko'raman yoki ko'rishim kerak. Kromyo nail buto iragiro hessoyo. Shunaqa to'g'ri ertadan ishlashga qaror qildim. Sungmalyo? Hamdalima onda tuncha kimantasoyo. Rostdanmi qiynalsangiz qachon bo'lsa ham to'xtating ishni deyapti. Majoyo chun gosroq qo'yaso kibuni choyo. Yaxshi chun gosil qo'yaso, ya'ni yaxshi joy topganligim uchun kayfiyatim yaxshi deyapti. Kimantuda deganda men aytganman, bu so'zlarni bilmaganinglar bo'lmasa kerak eshitamiz. 5번. 아직도 아르바이트를 못 구했어요. 학교 앞 식당에서 일할 사람을 찾던데요. Ayol aytyapti. Hakyo ap yozmayapti. 학교 앞 식당에서 일할 사람을 찾던데요. Ha, javob qaysi bo'ldi mana? Yaxshi. Bir. Ha? Demak, hali ham ishlagan joy topa olmadim, arbat qilishga joy topa olmadim deydi. Maktabda oldidagi oshxonada ishlaydigan odam qidirishyapti ekan deydi. Romyo, Creo shunaqami? Hamon kafoyaga bir marta borib ko'raman deyapti. Ish topa olmadim deydi. Maktabda oldidagi oshxonada ish qidirishyapti ekan deydi. Ha, unda borib ko'raman deyapti. Tushundingizmi? Asosan ikkinchi gapni yaxshilab eshitsangiz, unga javobni maytda oldindan o'qib olishi kerak. Krom hayon segro pakulo qalja. Hop, unda oq rangiga almashtirgani boramiz. Nanin tarin undan xodo shino bo'layo. Men boshqa krossovkani ham kiyib ko'rishni xohlayman. Serosan undan qolgan metro. Demak, yangi sotib olgan anaqa krossovkam menga yoqyapti deyapti. Paransek nonte chal o'lyo. Demak, ko'k rang senga yaxshi yarashyapti. Xo'p, demak, bu yerda bilmagan so'zingiz bo'lishi mumkin. O'lida degan so'z. Kiyimlarga nisbatan mos tushmoq, yarashmoq degan ma'nosi bor. Eshitamiz. 6번. 나는 이 운동화로 할래. 너는 뭐 살 거야? 난 파란색하고 하얀색 둘 다 마음에 드는데 뭐가 더 괜찮아? Erkak aytdi, menga paransek bilan qaysidir rangda aytdi, paransek bilan qaysidir rang, hayansek dedimi? Ha, hayansek mame tininde ha, 어떤 거 괜찮아요? dedi. Şekilli. Sal motorro yozayotgan bo'lsam, xafa bo'lmaysizlar. O'tton go 괜찮아요 dedi.
Ha? Ha, so'zlarni bir ikkitasini imloviy xato bilan yozayotgan bo'lsam, bu bizda tez yozganim uchun. Demak, men mani krossovkani olaman dedi ayol. Sen qaysini olasan dedi. Menga qanaqa qora ko'k rang bilan qanaqadir rang yoqyapti. Qaysi bir yaxshi ekan dedi. Faransiyaga nonda chal o'lyo. Demak, ko'k rang senga yaxshi yarashyapti degan ma'noda. Demak, ayol keyin gap qaytarish kerak. Keyingisi.